Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Svarchiguz kanalimizning hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 25-aprel sanasida turibmiz. Xudo xolasa Hojibomiz Rishtondan kelishibdi, Rasuljon bomiz. Mana bunga Hojibo drabilkani ko'rdingiz. Xudo xolasa mana ho'lotlarni chiqardik. Qalay, ma'qulmi axir? Ma'qul. Assalomu alaykum hurmatli shu Svarchiguz muxlislari. Mana o'sha Svarchiguzda ko'rib, ukamiz Asrorbekni qidirib, Quva tumani Katta Qashqar MFA Qashqar qishlog'idan Duvaydagi komiterniga yetib keldik. Ya ishlatib ko'rsatishdi. Aytganlaridek mana 5 ta setka, yana qo'shimcha toshlarni qo'shib berishyapti. Bugungi hayvonlarimiz yemishi bo'lgan mana qamishni chiqarib ko'rdik. Haqiqatda shunday mayin qilibdiki, mollarimiz chaynamay yutadigan darajaga olib kelib qo'ydi. Yana obunachilar bu ustaxonani ko'rib havas qildim. Konveyer usulida ishlab chiqarishyapti. Sifat haqiqiy sifat ekan. Sizlarga ham shu drabilkalardan olishni maslahat bergan bo'ladi. Rahmat ukamizga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Hojibomizga 10 dona pichoq, 5 xil setka. 5 xil qalin setkalar, 10 dona pichoq, 2 ta don qo'shib berilyapti bonusiga. Bonusiga Xudo xolasa. Donni qopqog'ini ham beramiz. Ko'p yillar ishlatiladi Xudo xolasa. Asrorbek, endi pensiyaga chiqqanda nima ham qilardik? O'qituvchilik qildik, mana pensiyaga chiqib, endi hayvon boqamizda. O'zimizga o'zimiz ish topib, oilada nevaralarni ham shunga ko'niktiramiz. Shu maqsadda Quvaga olib ketyapmiz mana. Bo'ldi, yaxshi. Hojibo, baraka topasiz. Salomat bo'lasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'lasiz. Ishlaringizga rivoj. Endi buni bitta qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Bu drabilkaga keladigan bo'lsak, mana shu trendda bo'lib turgan qalin materiallardan yasalgan mis admotga Ariol motordan qo'yib Hojibomizga tayyorlab berdik. Mana ochilishlari bitta qo'lda videoga, bitta qo'lda ochyapman mana. Juda ham qulay. Setga qo'yilishlari ham oson. Jiguli Mahavik 22 ta pichoqli, boltlari katta, Euro 5 standartiga to'g'ri keladigan gaykalarimiz. Bu Jiguli Mahavik bo'ladi, mashinalar ichidan chiqadigan Jiguli zavodskiy Mahavik. Hozirgi quyma Mahaviklarga adashtirib qo'ymaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Setkalar ichidan almashadi. Setkalar qo'yilishlari ham mana bir qo'lda mana oson. Bir qo'lda ish bitadi, xudo xolasa. O tagligiga, tiyishiga e'tibor berasizlar. Bu mis admotkamizni tavsiya qilinadigan kuchlanishi 100 deyman, 200 voltdan 220, 240, ba'zi joylarda 250 gacha tok ko'tarilib ketadi. O'sha joylarda ham bemalol ishlatsa bo'laveradi, bemalol xizmat qiladi. Tokni ko'rsatadigan datchiklari bor. Keyin avtomatlari bor. Hammaga omad, chorvaga baraka, salomat bo'lasizlar. Svarchiguz kanaliga like, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Bundan-da qiziq chiroyli videolarni, ishlarni sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xolasa mana sifat drabilkalari. Sifat drabilkasini shu joyda o'zi sinovdan o'tkazib, Quvaga Katta Qashqarga jo'nadik. Hojibo, salomat bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'lasiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, yuklab Xudo xolasa Hojiboni ham ishini chiroyli qilib bitirib chiqarib yuboryapmiz. Deb o'ylanib yuravermasdan, sizlar ham kelaverasizlar drabilka sotib olishga. Xudo xolasa hammaga yetadi, gap qolmaydi, bexijolat